qo'shimcha daromad topish imkoniyatlari bor. Biz u sohaga hali yetib bormagan yoki bir davlat organi bilan fuqarolar bog'lab turadigan ko'prik yo'lni bajarish. Ikkinchisi, davlat ishtirok etishi uchun yaratilgan shart-sharoitlarni o'rganish va ularning yashash bo'yicha va boshqa ommaviy tadbirlar to'g'risidagi axborotni oldindan olish hamda mas'ul tadbirlarda kengashga a'zo sifatida tanlaganlar uchun katta rahmat. Endi hozirgi aytilgan fikrlar, hozir siz qo'ygan masalalarni degan kamchiligimizda bor. Shuni men doim odamni keyingi hamda ana majburan o'zdan soha xodimlarini qo'ygan deb bo'lib qoladi. Bizda qanaqadir sal men taklifim, men hozir yig'ilishimizdan keyin bir aylanib masalasiga alohida berilsa-da, yana bir qo'shimchasi vazirligimizda nagrad haligi sovrinlarni nima deydi? Mukofotlar raqamli hamma sohaga kirib ketganligi uchun qaysi raqamli bu neft gazdami yoki boshqa transportdami degan masala. Shuning uchun gapingizga ma'qul. ish rejasida qilib olamiz, keyin oldida prezentatsiya qilamiz, ko'rsatamiz. Keyin bo'ladi desanglar, keyin shu bilan yana ishimizni davom ettirib ketamiz. Shu yo'nalishda o'sha haligi reyting talablari, boshqalar qolgan jamoatchilik kengashlarini bir tahlilini, uni ham agar ko'rsanglar, kimdadir yaxshi ijobiy tomoni bo'lsa, uni ham olamiz-da.